Sizni eng katta orzularingiz qachonki ularni haddan tashqari xohlashni to'xtatsangiz amalga oshadi. Bo'sh qo'yish bu kalit, ya'ni bog'lanib qolmaslik. Lekin insonlar bu qanaqa amalga oshadi? Qanaqa bo'sh qo'yish mumkin degan savol berishadi. Javob: o'zini sevish orqali. Siz o'zingizga avtomatik tarzda har doim nima bo'lishidan qat'iy nazar men bilan hammasi yaxshi bo'ladi desangiz, shu orqali natijaga kamroq bog'lanishni o'rganasiz. Hamma narsa o'xshamasa ham men boshqatdan boshlay olayman. Menda baribir o'zim uchun haqiqatan muhim bo'lgan narsalar qoladi. Qancha ko'p shu so'zlarni eslatsangiz, qancha ko'p shu so'zlarni gapirsangiz, siz 1% ga kamroq xavotirlanasiz, 1% ga ko'proq tinchlanasiz va 1% ga kamroq natijaga bog'lanib qolasiz. Siz aslida o'zingizni yetarlicha yaxshi his qilishni xohlaysiz, lekin bu uchun tashqi narsalar shart emas. Pul, odamlarni sevgisi, munosabatlar, ish bu ichingizdagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qiladi. Lekin bu bo'shliqni o'zingiz ham to'ldira olasiz.